imtihonimiz bor. Gos ekzamen. Shunga tayyorgarlik ko'rib. Qochmaz bora bedor tillarni o'tkazishadi. Juda kech bo'ldi. O'ndan oshdi. O'ndan oshdi. Sam qilinglar makina. Ko'pincha mana shu rahmat keladi. Shuna makina. Qaranglar. Ketdik hozir xursand qilamiz. Agar ketib qolmagan bo'lsalar, Mol bersa ekan. Qarasam qaraydi, mana shu nima bor? Sutli banana uyusi bor. Ketib qolmagan bo'lsa bo'ldi. 안녕하세요. 안녕하세요. 이거 드세요. 왜 나를 이렇게 주는 거야? 그냥 네? 고생 많으십니다. 네. 고마워요. 네. 출근하지 마세요. Kichkinagina harakatimiz bilan ko'ra ham xursand qilishimiz mumkin. Hozir ham voy nimaga beryapsizlar deb hayron qoldilar, lekin xursand bo'ldilar. Shuning uchun ham har bitta inson o'zini qilayotgan ishida, harakatida gapirayotgan gapini o'ylab gapirish kerak. Chunki shu bitta so'z o'zimizdan chiqayotgan shu bitta yagona so'z juda ham ko'p narsalarni hal qilish mumkin. Qo'limizdan kelguncha